Ertalabdan Seulmunga kelib, Seulmunda ozgina уборка qildik. Havo salqingina edi, kechki payti yomg'ir yog'ishi boshlagan edi o'sha kuni. Seulmunda уже deyarli hamma narsa tayyor, faqat oynalarni artish, changlarni artish kabi ishlar qolgan edi. Men o'sha kuni uchrashuv bor bo'lgani uchun faqat oynalarni artib berdim, yaxshilab chiroyli qilib. Qolgan ishlarni qilishdi. Malika opam bor edi, fotozona uchun joy tayyorladilar. Said opa bilan keyin changlarni artishdi. Issiq kunda sovuq suv ichib, tomog'imni og'ritib qo'ydim, ovozim o'zgarganiga hayron bo'lmaysizlar. Borida peshin bo'ldi, peshin vaqtida namozimizni o'qib olib, undan keyin men uchrashuvim bor edi. U yoqqa ketdim, mana qilib video tashlayapman, mana bitta kutyapman sizlarni deb. E'zoza va Gulnor opam bilan ko'rishib, restoranga borib o'tirdik, maza qilib suhbatlashdik. 2 soat tez o'tib ketdi va Gulnor opam bizani adreslarimizga tashlab qo'ydilar. Meni adresim albattaki Seulmun bo'ldi, chunki ishlarimiz chala qolgan edi va keladigan, bizni kutayotgan odamlar bor edi, ba'zi narsalarni, kamchiliklarni to'g'rilab ketishga kelamiz deyishgan edi. Ularni kutishga majbur edik. Kechqurun Dilfuz keldi. Ungacha bo'sh vaqtimizda chiqib sekin aylanamiz dedik. Rasmlarga tushib oldik mana bunaqa hayvonchalarning oldida. Keyin Beauty Gate'ga kirdik. Beauty Gate'da dekorativ va naturalniy kosmetikalar sotiladi. Undan tashqari original atirlar sotiladi. Original atirlardan ham meni asl e'tiborimni tortgan narsa o'zimizda ishlab chiqarilgan atirlar bo'ldi. Bu atirlarning hidi qanaqa o'zi degan savol hammada tug'ilishi mumkin. Aslini olganda mashhur brend atirlarini namunasi olinib, xuddi o'sha hidni o'sha sifatda chiqarib berish olishgan. Menda va xo'jayinimda ham Omar firmasining atirlari bor va yaxshi ko'rib ishlatamiz. Ko'rganinglardek, Birlashgan Arab Amirliklarining mashhur firmalarining atirlari ham bor va videoni boshida aytganimdek, dunyoga mashhur bo'lgan firmalarning original atirlari ham bu magazinda mavjud. Agar sizlarga ham premium narxlarda original atir va kosmetika kerak bo'lsa, Beauty Gate do'koniga kelaverasizlar. Kech bizani kafe deyarli ya'ni tappa tayyor. Deyarli tappa tayyor qarang. Mana bitta fotozonamiz bor. Mana bu qo'li bilan opa o'z qo'llari bilan qildilar buni. Hali davom etyaptilar va уже o'tda bittasi kelib rasmga ham tushib oldi. Mana ha, o'tib ketayotgan ekanlar. Voy, men sizni taniyman deb kirdilar deb, keyin rasmga tushamiz deb mana bitta tushib oldik. Xullas kutuvzi ochilishlarda shu yaqin kunlarda ochilamiz. Chislosini aniq aytolmayman, lekin yaqin qoldi. Seulmunda haftaning har kuni kechki soat 6 dan boshlab adashmasam 9 gacha har soat boshi, ya'ni 18:00, 19:00, 20:00 va 21:00 da suv favoralarining shou tomoshasi bo'ladi. Men kafemizning ichini ko'rsatdim. Bizani qandolatchimizga kelishlari kerak edi. O'shalar menga video tashib bergin dedilar. O'shanga shu videoni qo'ygan edim. Videoni olib bo'lib, svetlarni o'chirib endi chiqib ketaman desam, ko'chada tanib qolib, oldin bizda memorialda davolanib ketgan bemorlarimizni ko'rib qoldim. To'g'ri, ular meni ko'rib qolishdi va xayrli bo'lsin deb kirishdi. Biz ham hali ochilmagan kafega mehmonlarni qabul qilib, o'tiringlar deb o'tkazib birpas suhbat qildik va xuddi shunaqa mehmonlarni yana bir nechtasini kutib, kuzatib, keyin sekin kafeni yopib, qochib ketdik desam to'g'ri bo'ladi. Shunaqa qilib uchrashuvlarga boy va zo'r o'tgan kunlardan bittasi bo'lib esimda qoldi bugun. Mehmonlarim bilan tushgan rasmlarni shu yerga esdalik uchun qoldiraman. Keyingi videolarimda ko'rishguncha, kafe ochilganda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.